Xitoydan eng arzon narxda mahsulot yetkazib beradigan marketplace HaHaH ilovasi haqida ro'yxatdan o'tib buyurtma berishni o'rgataman. Buning uchun HaHaH ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Ilovani ochib olamiz va pastdagi profil tugmasini bosamiz va Wi-Fi и registrироваться tugmasini bosamiz. Pastda ro'yxatdan hozir o'ting tugmasi bor, bosamiz va o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir ro'yxatdan o'tib oldik. Endi biz o'zimizga kerakli mahsulotni ilova orqali qidirishimiz kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, ilovamizda 10 mingdan ortiq mahsulot mavjud. Siz o'zingizga kerakligini tanlab olasiz. Bizning misolimizda shu mahsulot bo'lib, ustiga bosib olamiz va pastda "Купить сейчас" tugmasini bosamiz. O'zimizga kerakli rang va razmerlarni tanlab olamiz va "Отправить" tugmasini bosib olamiz. Tepada adres dostavki tugmasini bosib olamiz va pastda "Добавить информацию о самовызове" tugmasini bosib olamiz. O'zingiz haqingizda ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz. Ismingiz, telefon raqamingiz va bu yerga yashash shahringizni yozib qo'yasiz. Va "Отправить" tugmasini bosib olasiz. Yana bir bor "Отправить" tugmasini bosasiz va "Разместить заказ" tugmasini bosib olasiz. Hisobingizda pul bo'lsa, "Оплата" tugmasini bosib to'lov qilib olasiz yoki shu yerda "Пополнить" tugmasini bosib hisobingizni to'ldirib olasiz. Bu yerga o'zingizga kerakli summani yozib, pastga chekini joylaysiz va "Отправить" tugmasini bosasiz. Pul hisobingizga 5 daqiqa ichida tushadi va hamda "Мои покупки" bo'limiga qaytib kirib, hisobingizda pul yetarli bo'lgandan so'ng "Оплата" tugmasini bosib olasiz. Ilovamizdan ro'yxatdan o'tib mahsulot buyurtma berish tushunarli bo'lgan bo'lsa, ilovamizni Google Play va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.